Bugun biz dunyoga mashhur Samarqand qog'ozini tayyorlash jarayonini ko'zimiz bilan ko'rdik va siz bilan bo'lishmoqchimiz. Xom ashyo sifatida tut daraxti ingichka novdalari ishlatiladi. Novda po'stlog'ini ustki qavatdan tozalab olinadi va qolgan yumshoq qatlamni katta qozonda uzoq vaqt davomida qaynatilib, tolalarga ajratiladi. Undan keyin ular xovonchalarda xamirsimon massaga aylanguncha yanchiladi. Xovonchalar esa charxpalak yordamida harakatga keltiriladi. Keyin hosil bo'lgan xamir suvga solinib aralashtiriladi va maxsus elakdan o'tkaziladi. Elakdan o'tgan massa maxsus varoqlarga preslanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu jarayonda elektr energiyasidan umuman foydalanilmaydi. Shundan so'ng qog'oz varaqlardan ajratilib, bir kun davomida tik holatda quritiladi. Oxirgi bosqichda qog'oz silliqlanadi. Buning uchun ustalar marmar bo'lagi yoki hayvon shoxidan foydalanishadi. Samarqand qog'ozi o'ziga xos sarg'ish tusga ega. U ataylab kimyoviy moddalar bilan oqartirilmaydi. Shu bois uning saqlanish muddati oddiy oq qog'oznikiga nisbatan 10 barobar uzoqroq. Bu joy ko'ngil merosi turistik qishlog'i deb nomlanadi. Samarqandga yo'lingiz tushsa, albatta keling. Juda ham ko'rkam va fayzli joy. Yoqqan bo'lsa bitta layk va obuna bo'lish sizdan. Rahmat.